Assalomu alaykum. Bugun biz Chevrolet Onix haqida gaplashamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Siz zamonaviy, tejamkor va uslubli avtomobil qidiryapsizmi? Unda tanlovingiz Chevrolet Onix. Bu avtomobil birinchi qarashdanoq o'zining dizayni bilan e'tiborni tortadi. Stilli faralar, zamonaviy kuzov va dinamik ko'rinish hammasi bir joyda jamlangan. Kaput ostida esa kuch va tejamkorlik uyg'unligi. 1.2 litrli dvigatel shahar ichida ham, trassada ham o'zini yaxshi ko'rsatadi. Yoqilg'i sarfi kam, har 100 kilometrga taxminan 6-7 litr atrofida. Ichkariga o'tirganingizda esa haqiqiy komfortni his qilasiz. Keng salon, qulay o'rindiqlar va zamonaviy multimedia tizimi har bir safarni rohatga aylantiradi. Chevrolet Onix bu nafaqat avtomobil, bu texnologiya. Smartfon bilan integratsiya, sensor ekran va xavfsizlik tizimlari sizga ishonchli haydash imkonini beradi. Albatta, u sportkar emas. Lekin kundalik hayot uchun ideal tanlov. Ishga borish, oila bilan sayohat yoki shahar ichida harakat, hammasi uchun mos. Bugungi kunda ko'pchilik aynan shu modelni tanlamoqda. Chunki u narxiga nisbatan juda ko'p imkoniyat taqdim etadi. Agar sizga zamonaviy, tejamkor va ishonchli avtomobil kerak bo'lsa, tanlovingiz aniq Chevrolet Onix.